Vaqt daryoday oqadi, ammo xotira o'chmaydi. Bu haykal shunchaki tosh emas. Bu urushdan qaytmagan minglab o'g'lonlarning kutib ko'zlari tolgan onalarimizning bardoshi. O'z farzandini jangga kuzatib, umrining oxirigacha yo'liga ko'z tikkan millionlab onalarning dardi bor bu nikohlarda. Urushning qora xati kelganida ham bolam tirik bo'lishi mumkin degan bitta umidning olovi bor. Muxtasar qilib aytganda, ajdodlar ruhiga hurmat xalqimizning eng oliy fazilatlaridan biridir. Xotira muqaddas va aziz tuyg'u. Xotirlash bu har bir insonning yaqinlarini qadrlash, bu olamdan o'tib ketgan insonlarni eslash va ularning haqqiga duo qilishdir. Haqiqatdan ham inson o'zgalarga samimiyatda bo'lib, hurmat-ehtirom ko'rsatsa, o'zi ham atrofdagilarning shunday munosabatiga sazovor bo'ladi. Vatan ravnaqi, xalq osoyishtaligi uchun xizmat qilgan el fidoyilari esa ezgu amallari sabab umrbod kishilar yodidan o'chmaydilar. Nomlari hamisha e'zoz bilan tilga olinib, xotiralari manzuriga muhrlanadi. 9-may xotira va qadrlash kuni. Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini unutmaslikka, tinchlik va osuda hayotning qadriga yetishga, vatanga sadoqat hissi bilan yashashga, shuningdek doimo ogoh va hushyor bo'lishga, tarixiy xotiraga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.